Xo'p, operator keling endi moza ishqozlariga baribir o'sha mozamiz bonusiga propan gazlargacha bor. Mashinani chiroyli narxlarda kesilib qilib yuramiz. Xo'p, 12 ishqozlari 2024-yil 41 ming yurgan. Hibridini sotdik. 30 ming yurgan mashinamiz. O'zingizga havas qilib, bularga havas qilib o'zing qora sotma, bularga havas sotamiz. Joningiz sog' bo'lsin. Joningiz sog' bo'lsin. Ishingga omad ukam. Doim kuzatib turinglar. Xudo xolisa qo'limizdan kelgancha chiroyli videolarni Sergeli mashina bozoridamiz. Assalomu alaykum. Bizani qadrli Abbos Avto kanali ashaddiy bizani ko'rib turgan musofirdik aka-ukalarimiz, 12 ta viloyatda ko'rgan yaqinlarimiz, o'zimizga o'xshagan mashina purish akalarimiz. Tuzukmisizlar, salomatmisizlar? Yana sizlar bilan chiroyli kunlarda, chiroyli oilada ko'rishib turgandan juda ham xursandman. Barchalarni kirib kelayotgan Qurbon hayit ayyomi bilan chin yuragimiz bilan jamoamiz nomidan olamiz, sotamiz Abbos Avto kanalidan barchalarni muborak etib qolamiz. Videolarimiz endi orada ozgina chiqmay qoldi. Qo'ldan kelgancha bugun chiroyli narxlarda sizlarni e'tiboringizda Moza 12 Gentra chempion mashinalarimiz bor. Undan tashqari yaxshi mashinalarimizni ko'rsatib, sizlar e'tiboringizda bo'lamiz. Sizlar kuzatish davom etasizlar. Videolarimiz manzur voqamiz, like'larni bosamiz. Xo'p, operator keling endi Moza ishqozlariga baribir o'sha Mozamiz 2023-yil 46 ming yurgan turbina motor, kuzovi polniy bronli plyonka bo'lgan mashinamizda. Operator yaxshilab olasiz. Bizning aka-ukalarimiz, muxlislarimiz uzoqdan yaqindan ko'rishadi. Xo'p, buni antik ko'rib, ham chetdan bundoq qiladi. Bu yog'i bundoq qilsa chiqadi mana. Propan gazlargacha endi sanduli egalar qilishga 1-3 mana kuzovidan tortib, keling ham bitta mashina ko'rsatib ketayim ekan. Mana ishonmasanglar, mana polniy kuzovi, mana bagajlari, hamma yog'i erinmasdan bori mana shu baferlargacha bronli plyonka qilingan. Sababi mashinani juda ham chiroyli holatda haydalgan, tosh tegmasin, qirilmasin deb egalari qilishgan. Mana kapotlari ham polniy bron qilingan. Holatlari ideal holatda, 1-3 turbina, old-orqa chiroqlari bor. O'sha eng puli bu Mozamizni. Buni pulini bo'lagan narxi 16.500 ga bu mashinamizni beraveramiz. Kraskalari toza. Xo'p, keyingisi atmosferni 2023-yil 17 ming yurgan mashinamizni bitta ich holatini, keyin motorlarni, bagajlarni ko'rsatamiz ukajonim. Uzoq yaqin ko'rsatib turasiz. Endi narigisi turbina bo'lsa, bu atmosferning. Endi nimada farqi desanglar, benzin tanlashdan 80 benzin yo'q ketdi hozir. 92 benzinli yuradi bunimiz. Bu o'sha changlari mana turibdi. Kraskasi toza mashinamizda 16500 buni qo'ydik. 3 cho'lovni bitta narxda qo'yamiz. Bugun ham Instagram shu olarni sotamiz kanaliga qo'yib bordik. Mashinamizni bitta narx qo'yamiz. Hop, 2023-yil 54 ming yurgan Mozamiz. Yevropa hissasi o'sha jigarrayni. Diskalari o'sha tracker diskalari, subwooferlari. Bonusiga propan gazlargacha bor. Tayyor holatda shumkalarigacha bor mashinamizda. Kraskalari toza. Bitta motor holatini olib ko'rsatib borasiz. Xo'p, 2023-yil 54 ming yurgan mashinamiz. Bu ham navorot. Xo'p, keyingisi 2023-yil 43 ming yurgan Mozamizni buni ham ko'rsatib turamiz. Bu ham tayyor holatda.
Motorlarini ham holati yaxshi bo'lib turibdi. Bagajni ko'rsatdingizmi uka? Xo'p, bagajlarni ham bitta ko'rsatib yuboramiz. Orqa bagajlarni ham. Tayyor holatda. Xo'p, uchlovini 3 ta atmosferni qo'yamiz, 15800 qo'yamiz, 1.3 turbinani 16500 etdik. Xo'p, bu mashinalarimizni etib o'tdik. Orqada jentralarni keyin alohida olamizmi? Xo'p, bu ratni tugatamiz bo'lsa. Akor shu Elantra mashinamiz. Bitta buni ko'rsatib turamiz. Endi bu Yaponiya mashinasi. Bagaj ochdimmi? Ochildi. Bo'ldi, ochildi. Salonni bitta shoshmasdan ko'rsatib o'rasiz, ichkariroq ko'rib, ha. Mana biz. Eng yoqqan tomoni mana qarang. Hamma narsasi alohida mana zapaskalari. Bu ham o'sha kichkina mototsiklli zapaskasi o'xshagan. Bitta endi luki yo'q. Qolgan joyi ideal holatda. Haqiqiy o'sha yaponskiy mashina. 2025-yil 8000 yurgan mashinamizga bu zavod changi o'zi hali yuyilmagan motorlari ideal holatda. Bu mashinamizni 27000 qo'yamiz, kami bor, yangi mashina. 8000 yurgan. Bor yo'g'i. Xo'p. Endi bu yog'iga endi zamonni talabi bilan jentralar bozorda kamayib ketgan hisobiga hamma mashinalarni assortiment qilib qo'yganmiz. Chempion ham bor, Tracker ham bor, Moza ham bor, Gentra ham bor, 10xlar olib kelib qo'yganmiz. Hamma mashinani chiroyli narxlarda kesilib qilib yuramiz. Xo'p, 10x hozir 2024-yil 41 bin yurgan, mokri. Bagaj ham icham bitta. Hop, bagajini bagaj ichi bularda o'rtada ekan. Men ko'rib hayron bo'lib qoldim. Endi Cobitlarga yo Gentralar biz Mozalarga eshikni oldida o'rganib qolganmiz. Bularniki 12'larda o'rtada bo'lar ekan. O'shancha anaqa bo'ldi, hayron bo'ldi. Xo'p, motorlari ham o'sha kichkina ko'rsanglar. Atmosferni bu ham o'sha Premier dan bitta turbinadan bitta pasti, o'sha Premier bu. Buni qorasi ham bor, qorasini alohida ko'rsatib ketamiz. 2024-yil 41 bin yurgan mashinamizni 12300 qo'yamiz, kami bor. Kraskalari toza olib haydab yuborgan joy. Sizlar qarasanglar 12300 ga hozir Gentra ham beryapti, Cobit ham beryapti, 10x ham beryapti. Kevrasini shu anda qilib beramiz. Xo'p, keyingi mashinalarimizni bitta tepadan olamizmi? Xo'p, keyingi mashina ukam chempiondan boshlaylik. Endi biz chempionlarga ham o'tib ketdik, o'zi sotardik. Endi baribir zamon talabi bilan bizning aka ukalarimiz ko'pchilik baribir aka to'kli mashina deydilar. Hop, mana olib keldik, 605 talik. Divaydi o'sha chempion. Buni gibridi ham bor edi. Gibridini sotdik. 30 ming yurgan mashinamiz. Bo'ladi, farqi yo'q. Okey, naryoqdan chiqsangiz ham bo'ladi, bu yoqdan chiqsangiz ham bo'ladi. Endi buni nima deydi? Oldi bagajini orqasini ko'rsiz mumkin. Oldi motorlarni endi hamma biladi endi buni. Mana shu tok akkumulyatorni ko'ryapsizlar. Bu yoqda bo'ladi mana akkumulyatorlari. Holatini ko'ryapsizlar ichini. Endi mana bu chiroyli qilib ishlangan. Endi bunaqa qilib qo'ysa ham menimcha qo'pol bo'lib ketadi. O'shaning uchun buni plasmas qilib, chiroyli qilib ishlab chiqarishgan bu mashinamiz. Kelsanglar buni ham chiroyli narxlarda qilib beramiz. 2023-yil 30 ming yurgan Divaydi chempion mashinamizni bitta narx qo'yamiz ikkalovini.
Hop, bunisi 30 ming, bunisi 41 ming yurgan. Orqasi bu hozir sevyapti. Sal oldinroq yurish kerak ekan. Mana katta mashina bu. Hop, bu mashinalarimizni 41 ming yurgan, 30 ming yurgan mashinalarimizni 25,5 ming qo'yamiz. Kami bor. Kevrasizlar. Hop, 2023-yil 54 ming yurgan. Endi bu yoqdan ola qolaylik. Mashina tayyorlanyapti. Kraskalari toza. Hop, bu mashinamizni buni ham qo'yamiz, bitta narx aytib ketamiz. Ikkalovi bo'ladimi? Hop, 2023-yil salonni ham bitta ko'rib ko'rasiz. 48 ming yurgan, uka. Endi motorini endi hamma biladi, endi mana bu vazifamiz ko'rsatib ketish. Propan gazlargacha bor. 15,800 qo'yamiz, kami bor. Hop. Kraskalari toza, mokri, qora. 2025-yil 19 ming yurgan trekker mashinamiz. Paroklarigacha ko'ryapsiz. Yaxshi paroklar qilingan mashinamizni, qirilgan, tizilgan joylari yo'q, aytdi yangi. Salonga borsanglar shu mashinamizni 19 mingdan baland sotilyapti. Aytdi bu ham yangi mashina 19 ming yurgan. Kraskalari toza, o'sha mana gammolari qilingan. Orqa oldi abrazovkalar qilingan. Paroklari qilingan. Kraskalari toza, o'sha zavod changlari bilan turibdi mashinamiz. Hop, bu mashinamizni 18,200 qo'yamiz. Kami bor 2025-yil 19 ming yurgan mashinamiz. Kraskalari toza. Hop, bu yo'lni tugatdik. Endi jentralar o'zimizani o'sha baribir legenda bo'lgan jentralarimizni ko'rsatamiz. Kelinglar aziz obunachilar. Mexanikalarimiz ham bor. Hop, 2022-yil 34 ming yurgan oq mexanika mashinamiz, jentramiz. Endi baribir buni ham o'zini ishqozlari bor, mexanika ishqozlari. Endi buni hozir 22-23 baribir tex pasport gapiradi. Mana shu gazlargacha tayyor holatda olib ingan joy bagajni ham ko'rsatamizmi? Bakalashkalar bor ekan, tayyor holatda. Kraskasi toza. Bu mashinamizni 10 ming qo'yamiz. Kami bor, keseli, chiroyli sodasi bor. 2022-yil 60 ming yurgan jentramiz tayyor holatda, bu ham navrotlari bilan bor. Oldi Amerikanka qo'yibdi. Metan gazlarigacha bor. Malibu rol, Malibu bar. Shumka. Tayyor holatda bu mashinamiz ham. Metanga metallarni ham olib qo'yasiz. Zapaskani tushmagan shumkalari 100% shumka, o'sha yaxshi shumka qilingan, 4 ta yaxshi balonlarigacha. Hop, 2022-yil mashinamizning narxini 13 ming qo'yamiz. Kami bor. Hop, 23 larni. Hop, bunisi 35 ming yurgan. 2023-yil Oldi Amerikanka qo'yibdi, Glassy, Taynerovka, Malibu Roll, Malibu Bar. Shumkalargacha bor. 4 ta archa yaxshi yumshoq balon. Abezlari bor, luklari bor, tayyor holatda bu mashinalarimiz ham mana hozir borib Besproviklari 18 ming, 18,5 ming sotildi, borib narxlari tushyapti, jentralarni ham. Hop, bu mashinamizni 14 ming qo'yamiz, kami bor.
35 ming yurgan mashinamiz 2023-yil Lopiga boshqacha turadi Gentraga. O'zi umuman qora mashinaga baribir boshqacha. Oldin Amerikaniki orqa bo'lib turadi. Malibu bor. Shumkalari bor. Abdulla yaxshimisan ukam? Ko'rishib qo'yman shu ukam. Mana shu arzonchi Rustam ekanmi? Ukalari bu. Assalomu alaykum aka. Qalaysiz aka? Sog'lik yaxshimi? Charchamayapsizlar? Qanaqasan ukam? Buni ham ukam o'zi YouTube'ga chiqib turardi. Orada bir dam oldi, chiqmayapsan ukam. Tinchlikmi? Yo'q, tinchlik boshlaymiz endi ozgina. Bosh kerak. Rustam akam Instagramda, YouTube'da sanaylik. Joningiz sog' bo'lsin. Rustam akamdan oldin chiqqanmi ukam? Gentrani mana shu nomeradillari bo'ladi mana shu. Ay, o'zi ham so'rayapti. Bularga havas qilib o'zim qora sotaman, bularga havas sotaman. Joningiz sog' bo'lsin. Joningiz sog' bo'lsin. Ishingga omad ukam. Xursand bo'ldim. Hop. Tayyor holatda Malibu rol, o'sha Malibu bar oldi. Kursi kapotlarni. Ben bu qatı turuvdi. Bagajda edi bu. Bo'l. Oldini ko'rsataymi abezlarini? Oldini ham ochib yuboramiz. Narxini eshitibchi hozircha. Menimcha bu paytini mana shunaqa mashinalarimiz 17 ming, 16,5 ming, 16 ming qo'ydik. Mashina bozorlarda o'zgaryapti. Har bir mana bunaqa Navestiga mana raqamli bo'ldi. 644, 643 mana bunaqa ukalarimiz baraka topsin, video kameralar qo'yib, hamma mashinaning tepasida kamera bo'ladi. Xavfsizlikni ta'minlash uchun keyin onlayn bo'ladi deyapti bozorga. O'sha nomerli bo'lyapti. Mana o'rtaga mana bunaqa mashinalar qo'yilardi oldin mana shu o'rta korosli mana shunaqa mashina turardi. Mana endi hozir mana shunaqa chiroyli mashinalar Navesti tagida turgan bo'lyapti. Hammasi nima uchun? Bizga o'xshagan bozorda tabrikkor aka-ukalarimizga sharoit qilib berishyapti. Shunaqa sharoit qilib berayotgan aka-ukalarimizga rahmat deb qolamiz. Mashinamiz 2023-yil 60 ming yurgan. Tayyor holatda bu ham abeza bor. Bugun nechta qo'yamiz ukam? 13.500 qo'yildi. 2023-yil shuncha navorotga. Bitta mana shu oldida kichkina petnosi bor. Shuncha navorotga shu mashinamizni 13.500 dan kami bor. Shoshilamiz, chiroyli narxida savdosi bor baribir. Xo'p, 12 ko'rsatdik, bitta boyi mana 2024-yil 45 ming yurgan 12 mashinamiz boy etdim. Orib! Kalt naryoqda edi. 2023-yil 45 ming yurgan. 4 ta yaxshi yumshoq baloni bor. Tayyor holatda bu mashinamizni 13 ming qo'yamiz, kami bor. Buni ham shunaqa chiroyli qilingan, yon atrofida bitta ko'rsatib turasiz ukam. Tayinli ruxsatlari bor. 12 so'ragan aka-ukalarimiz bor saytda. Keyin 2023-yil Gentramiz 43 ming yurgan, polniy navorot qilingan, o'zimizdan mana shu ukam olib mashinasi tayyor. Malibu rol, Malibu bar, hamma narsasi original. Oldi chiroq original, abezlari bor, shumkalar bor. Abezlari, fara, olloqi chiroq, propan gaz. Bundan tashqari mashinamizda propan gazlarigacha bor. 4 ta Michelin balon. Subwoofer ustli tillari bilan bonusiga. Tayyor ruxsatlari ham bor. Sitno zonalargacha o'zi haydab yurgan bu tirikchilik mashina emas, bu haydab o'zimni ukam Navoro. To'g'rimi ukam? Endi videolarimiz tugatyapmiz. Xudo xolasa soatlarimizdan 7 bo'lyapti. Sizlarning e'tiboringizda bo'ldi. Sizlarga videolarimiz manzur bo'layotgan bo'lsa, yoqayotgan bo'lsa, chiroyli fikringlarni kommentariyada yozib, layklarni bosib, nima savol javobinglar bo'lsa yozsanglar, qo'ldan kelgancha bizni savol javobinglarga ma'lumot berib ketamiz. Yana nima deymiz? Keyingi videolarimizgacha ko'rishguncha deb qolamiz. Kuzatishni davom etamiz. Abbos Avto kanalida doim kuzatib turinglar. Xudo xolasa qo'limizdan kelgancha chiroyli videolarni e'tiboringizga taqdim etamiz. Keyingi videolarimiz ko'rishguncha salomat bo'linglar, like bosamiz.